bormi? Yo'qmi? Ustoz siz ham qo'lingizni olib tekshirib ko'ring. Biror narsa bormi? Yo'q. Xo'p, endi bu tarafga ko'rsatamiz. Qo'lingizni olib bittanglar. Solib tekshirib ko'ring. Bo'ldi, yo'qmi? Xo'p. Endi Alidan fokus ko'ramiz. Agar o'xshasa qarsak cholasizlar. Kelishdikmi? Xo'p. İçida rostdan hech narsa yo'q. To'g'rimi ustoz? Ali siz ham qo'lingizni solib ko'ringchi, biror narsa bormi? Yo'q. Yo'q. Qani endi sehrli so'zlarni ishlatish vaqti keldi. Ayting. Abrakadabra. Bunga qaratib, abrakadabra qiling. Abrakadabra. Ana bu yoqqa qaratib, abrakadabra qilishingiz kerak bo'ladi. Qaning. Abrakadabra. Abrakadabra. Endi tekshirib ko'ramiz. Ichida nima paydo bo'ldiki-na? Bitta sovg'a paydo bo'ldi. Xo'p, buni endi ichini yana ko'rsataman. Bormi biror narsa? Yo'q. Qani yana bir marta aytingchi. Yo'q. Ayting. Abrakadabra. Abrakadabra va biz yana tekshirib ko'ramiz. Bizda yana bitta sovg'a bor. Yana bir marta aytingchi. Abrakadabra. Abrakadabra va bizda yana bitta sovg'a bor. Qani yana bir marta. Abrakadabra. Abrakadabra qo'limizda yo'q hech narsa va biz yana tekshirib ko'ramiz. Bizda yana bitta sovg'a bor. Ichida hech narsa yo'qmi? Menimcha bu ustozimiz bizni aldabdi. Mayli, yana bir marta qarang. Abrakadabra. Abrakadabra qo'limizda hech narsa yo'q va sovg'amiz ichidan yana bitta chiqadi. Nechta bo'ldi? 5ta. Qani yana bir marta aytingchi. Abrakadabra. Abrakadabra. Xo'p. 6ta bo'lsinmi? Xo'p. Mana 6ta bo'ldi. Qarang. Nechta bo'ldi? To'g'ri. Ranglarni bilasizlarmi? Xo'p, endi sizlar jim turasizlar, Alining o'zidan so'raymiz, bo'ptimi? Xo'p. Ali o'zbek tilida mana shu rang qaysi rang? Mana bu. Cowboy. Yo'q, o'zbek tilida qaysi rang? Sini. O'zbekchasi sini, ruschasi голубой bo'ladimi? Yo'q. Bo'pti, boshqa rangini aytamiz. Xo'p, bu qaysi rang o'zbekchasiga? Qizil. Qizil ruschasiga qanaqa bo'ladi? Krasniy. Voy, sizlar bilan kelishdik-ku, sizlar yordam bermay turinglar deb. Xo'p, inglizchasi qanaqa bo'ladi? Mayli, bo'pti. Bu savol javob qilamiz bo'lmasa. Xo'p. Ali, fokuslar sizga yoqdimi? Yoqlarimiz chiqadi. Qani qarsaklar bilan. Opa, qaysi ashulaga raqsga tushiraylik? Aytchamiz keladi hozir. Qaysi ashula? Janzagami? Yana-chi? Variantlar oson ko'payib ketdi. Ko'k jigulimi? Rostdan ko'k jigulimi? Xo'p, bo'lmasa ko'k jiguli ashulasiga raqsga tushiramiz. Faqat sizlar qarsak cholib turishinglar kerak. Qani ketdik. Qushlar uchganda, sog'inib kelgan chog'larda, oldis qo'shig'in aytganda, yo'llarga qarang, yo'llarga. Osmonda qushlar uchganda, sog'inib kelgan chog'larda, umid qo'shig'in aytganda, yo'llarga qarang, yo'llarga. Yig'lama muhabbat, yig'lama, yoningda o'zim bo'laman. Yig'lama muhabbat. Bolajonlar, tomoshalarimiz sizlarga yoqdimi? Rostdan ham yoqdimi? Ustozlar sizlargachi? Yoqqan bo'lsa biz bundan juda ham xursandmiz va sizlarni bog'chalarga yana tashrif buyurishimizni xohlaysizlarmi? Biz yana kelishimizni
xohlasanglar, har kuni bog'chaga kelib, bog'cha opalaring, ya'ni ustozinglarni aytganini qilasizlar. Eng asosiysi, obedda uxlasanglar, keyin kelamiz. Obedda uxlamasanglar, kelmaymiz. Xo'p. Ha, keyingi safar yana yangi dasturlarda ko'rishguncha hammalarga rahmat, sog' bo'linglar. Ustozlar sizlarga ham rahmat, xayr, sog' bo'linglar. Ketdik,